Assalomu alaykum. Ahli YouTube kanalimiz a'zolari, bugun 30-aprel 2025-yil navbatdagi laboga mana chiroyli bo'lgan tunika shipkani qilib bo'ldik. Labomiz egalari Instagramdagi kanalimizdan ko'rib, Farg'ona viloyati Boyda tuman Kommentera mahallasidan kelibdi. Labona ichlariga shu izolyatsiya qilingan holatda konteyner pollar qo'yilgan va penaplekslar bor, shumkalari bor, hammasi mana ideal holatda qilingan. Polida akani o'zini rezinkasi bor ekan. Rezinka hop bir yoni shunaqa tanga bo'ladi, bir yoni silliq bo'ladi, ichlarida ipi bo'ladi. Bunaqa rezinkalar alohida bizda ham sotiladi. Hop anchagina yillarga hop nima desa bo'ladi, yaraydi, xizmat qilib ko'rsatib beraman. Mana bu joylarda akkumulyator zashta qiladigan, arqon ключ, ognishit soladigan nimalari bor, sandiqchalari bor. Sandiqchalarni avvalgi videolarda qo'yganmiz, kirib ko'rib tomosha qilishinglar mumkin. Hop, poliga ham shunaqa chokisiz tunikalarimiz ham bor. Xohlagan variant bor. Rezinka desa rezinka, bo'lmasa silliq tunikalardan qoplab berishimiz mumkin. Ishlarimiz yoqsa like bosib, bemalol mana shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani, Bordon qishlog'ida, svetofor yonida 1 soat ichida o'rnatib beramiz. Hop, do'stlarga, yaqinlarga yaxshi videoni jo'natib qo'yasizlar. Kamchiliklar bo'lsa, kommentariy yozib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.